Assalomu alaykum. Efirda yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar taqdimoti bilan Nigoh informatsion dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Sarvara Tojiyeva. Termizda Surxondaryo va Baliq viloyatlari o'rtasida hamkorlik bo'yicha ishchi komissiyaning 5-yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik asrlar davomida chuqur tarixiy, madaniy va ma'naviy rishtalarga tayanadi. Bu yaqinlik Iso Termiziy, Al-Hakim at-Termiziy, Imom Buxoriy, Jaloliddin Balxiy va Abdurahmon Jomiy kabi ulug' allomalarning ilmiy va ma'naviy merosi orqali mustahkamlanib kelgan. So'nggi yillarda Prezidentimiz rahnamoligida Afg'oniston bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish, mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va tinchlik jarayonlariga ko'mak berish bo'yicha xalqaro tashabbuslar amalga oshirildi. Ushbu jarayonda Afg'oniston bilan chegaradosh Surxondaryo viloyatining Baliq viloyati bilan hududlararo hamkorligi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bugun Termiz shahrida Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov va Baliq viloyati gubernatori Muhammad Yusuf Vafo boshchiligidagi delegatsiyalar ishtirokida ishchi komissiyaning 5-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuv doirasida iqtisodiy, transport, ta'lim, madaniyat va savdo sohalarida hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari 2024-yil 10-iyunda tezkor qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini imzoladi. Unga muvofiq sudgacha bo'lgan bosqichda tergov sudyasi lavozimi joriy etildi va 2025-yil 1-yanvardan respublikadagi barcha jinoyat ishlari bo'yicha tuman va shahar sudlariga tergov sudyalari o'z faoliyatini boshladi. Tergov sudyalariga jinoyat ishlarini baholash, sanksiyalar va majburlov choralarini qo'llash hamda ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish vakolatlari berildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Kuni kecha Muzrabot tumanida jinoyat ishlari bo'yicha tergov sudyasi Behruz Siddiqov tomonidan 58-umumyurtli ta'lim maktabi faollari zalida "Mening mahallam, mening sudim" dasturi doirasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tadbirda tuman tergov sudyasi huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish, ayniqsa yoshlar o'rtasida sodir etilgan jinoyatlarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash, giyohvandlikka qarshi kurash va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha fikr-mulohazalar bilan o'rtoqlashdi. Tadbir ishtirokchilari tomonidan berilgan savollarga tergov sudyasi batafsil javob qaytardi. Shundan so'ng Behruz Siddiqov raisligida sayyor sud majlisi o'tkazildi. Majlisda tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan taqdim etilgan shaxslarga nisbatan noqonuniy elektr energiyasidan foydalanganlik, oilaviy nizolar bilan bog'liq tan jarohat yetkazish va jamoat tartibiga tajovuz qiluvchi ma'muriy huquqbuzarlik holatlari yuzasidan ishlar ko'rib chiqildi. Sayyor sudda ko'rilgan barcha ma'muriy huquqbuzarlik ishlari bo'yicha qonuniy qarorlar qabul qilindi. Sud qaror qildi. Huquqbuzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 180.3-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin. Huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184.3-moddasi bilan ushbu kodeksning 33-moddasini qo'llab bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorda, ya'ni 8.240.000 so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Jarima davlat daromadiga undirilsin. Sud yakunida raislik qiluvchi sudya ishtirokchilarga qabul qilingan qarorlarning mazmun mohiyati hamda amaldagi qonunchilikka kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar to'g'risida batafsil ma'lumot berdi. Surxondaryo viloyat adliya boshqarmasi va viloyat prokuraturasi o'tgan 9 oy davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan matbuot anjumani o'tkazdi. Tadbirda tizimdagi yutuqlar, aniqlangan muammolar hamda fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish yo'lidagi tashabbuslar muhokama qilindi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Joriy yilning o'tgan davrida viloyat adliya boshqarmasi tomonidan murojaatlar bilan ishlash, qonun ustuvorligini ta'minlash hamda aholiga huquqiy xizmat ko'rsatish yo'nalishida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Xususan 4000 dan ortiq murojaat kelib tushib, ularning 88% hal etilgan. Shu davrda 800 dan ortiq monitoring o'tkazilib, 70 mingdan ziyod qonun buzilish holatlari aniqlandi. Qonunbuzarliklarning katta qismi hujjat yuritish va davlat xizmatlari ko'rsatish jarayonlarida kuzatilgan. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, bu raqamlar faqat kamchilik emas, balki tizimda o'zgarishlar va ochiqlik kuchayganining belgisi hamdir.
Aniqlangan qonun buzilish holatlarini bartaraf qilish yuzasidan 1055 ta taqdimnoma, 325 ta ma'muriy javobgarlikka tortish haqida takliflar hamda 1779 ta ogohnoma kiritildi. Kiritilgan ta'sir choralari natijasida 240 nafar shaxs intizomiy va 316 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shuningdek, 20 milliard so'mdan ortiq mablag' qonuniy egalariga qaytarilgan. Bundan tashqari 76 ta mahallada sayyor qabul o'tkazilib, aholi ko'targan 74 mingdan ziyod muammoning 80% ga yaqini hal etilgan. Viloyat prokuraturasi hisobot davrida qonun ustuvorligini ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurash va aholining murojaatlarini hal etish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirdi. Jumladan o'tkazilgan tekshirish va monitorlar davomida qonunga zid bo'lgan 2052 ta hujjatlarga protest keltirildi. Qariyb 30 milliard so'mlik 419 ta ariza berildi. Prokuror qarorlari va taqdimnomalari natijasida mas'ullarning 3846 nafari intizomiy ma'muriy javobgarlikka tortildi. Qo'pol qonun buzilishi holatlari yuzasidan 496 ta jinoyat ishi qo'zg'atilib, natijada 77500 ga yaqin fuqaroning buzilgan huquqlari tiklandi. Prokuror tekshiruvlari va dastlabki tergov davomida 68,7 milliard so'm miqdordagi zarar undirilgan. Prokuratura organlariga 17 mingdan ortiq murojaat kelib tushib, ularning 84% ijobiy hal etilgan. Mazkur anjumanni o'tkazishdan maqsad viloyat prokuraturasi tomonidan joriy yilning 9 oyi davomida amalga oshirilgan tadbirlar va ularning natijasi samaradorligi haqida axborot berish bilan birga ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan voqea hodisalarga rasmiy bayonotlarni e'lon qilishdan iborat bo'ldi. Bu kabi tadbirlar muntazam ravishda olib boriladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsadimiz prokuratura va ommaviy axborot vositalari jamoatchilik o'rtasida shaffoflikni ta'minlashga qaratiladi. Matbuot anjumani yakunida mas'ullar asosiy e'tibor qonun ustuvorligini ta'minlash, aholining huquqiy madaniyatini oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashish masalalariga qaratilishini ta'kidladi. Matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari vakillari tomonidan ko'tarilgan dolzarb masalalarga mutasaddilar tomonidan asosli va batafsil javoblar berildi. Kuni kecha Termiz tumani 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ma'naviyatli posbon tinchligimiz kafolati mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Hozir shu haqda. Ushbu davra suhbati yoshlar o'rtasida vatanparvarlik, ma'naviyat va fidoyilik tuyg'ularini mustahkamlash maqsadida o'tkazildi. Tadbirda Qashqadaryo viloyati Mudofaa ishlari boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Zufar Yusupov hamda uning farzandi Shahrisabz tumanidagi Temurbeklar maktabining 1-bosqich o'quvchisi Akbar Yusupov ham ishtirok etdi. Suhbat davomida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy armiyamizdagi yangilanishlar va yosh avlodni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida atroflicha ma'lumot berilib, vatanparvarlik va mas'uliyat haqida mulohazalar bildirildi. Shuningdek, tadbir doirasida Temurbeklar maktabi o'quvchisi tomonidan maktab kutubxonasiga badiiy adabiyotlar sovg'a qilindi. Yoshlar o'rtasida Temurbeklar maktabiga o'qishga kirish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar ham taqdim etildi. Bugungi kunda mamlakatimiz yoshlariga qaratilayotgan e'tibor o'sha islohot uchun emas, islohot avvalo inson uchun ekanligini, o'sib kelayotgan yosh avlodga, kelajagimiz bunyodkori bo'lgan yoshlarga o'sha suhbatlar jarayonida olib borilayotgan islohotlar yuzasidan tavsiyalar berildi. O'quvchilar tomonidan o'sha oliy harbiy ta'lim muassasalariga, mamlakatimizda joylashgan hamda o'sha mamlakatimiz hududida joylashgan Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litsey hamda o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligiga tegishli bo'lgan Temurbeklar maktabi, o'sha Temurbeklar maktabiga qabul qilish jarayonlari qanday tarzda, qaysi tarzda qabul qilinishi yo'nalishida ham o'quvchilarimizga qiziqtirilgan savollarga javoblar berildi. Bu tadbirlar davomiy bo'ladi. Bu tadbirlar muntazam ravishda, tizimli ravishda mamlakatimizning barcha hududida olib borilyapti. Shu nuqtai nazardan Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufida joylashgan 3 ta viloyatimizda, o'sha Buxoro viloyati, Surxondaryo viloyati, Qashqadaryo viloyati, 3 ta viloyatida joylashgan qariyb 2000 dan ortiq umumta'lim maktablarida hozirgi kunda Shahriyga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari faoliyat olib boryapti.
Tadbirning ikkinchi qismida ishtirokchilar uchun harbiy qurol aslaha ko'rgazmasi va harbiy orkestr jamoasi ijrosida vatanparvarlik ruhidagi kuylardan iborat konsert dasturi namoyish etildi. Maktabimizda ko'p bunaqa tadbirlar bo'lib turadi. Nafaqat harbiy maktablarga, nafaqat Temurbeklar maktabiga, balki boshqa yo'nalishlarda ham o'sha maktablarga qabul jarayonlariga tushuntirishlar o'tkazib turiladi. Albatta bu o'sha tadbirlardan o'quvchilar juda ham mamnun bo'lishadi. Chunki bu tadbirlar o'quvchilarning fikrlashlarini o'stiradi va ularga o'sha o'qituvchilar tomonidan tavsiya qilinayotgan kitoblar ham juda ajoyib bizga motivatsiyalar berib turadi va men ham keyinchalik shu kabi ajoyib maktablarda, ajoyib oliygohlarda o'qishga topshirmoqchiman va yaxshi o'qishga harakat qilaman. Davlatimiz rahbarining o'quvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlashga qaratilgan tadbirlarni keng miqyosda tashkil etish yoshlarning vatanga sadoqati, tinchlik va xavfsizlikni asrash borasidagi faxr hamda mas'uliyat tuyg'ularini yanada mustahkamlaydi. Kuni kecha Surxondaryo viloyatida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashabbusi bilan press tur tashkil etildi. Unda markaziy va mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan batafsil javob oldi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Press-tur ishtirokchilari dastlab Ijtimoiy himoya milliy agentligi Surxondaryo viloyat boshqarmasidagi Inson ijtimoiy xizmatlar markazi faoliyati bilan tanishdi. Markazda nogironligi bo'lgan shaxslar va ehtiyojmand oilalarga maslahat berish, hujjatlarni rasmiylashtirish hamda zarur xizmatlarni taqdim etish jarayonini kuzatishdi. Shundan so'ng Surxondaryo viloyat boshqarmasi tarkibida tashkil etilgan zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan media markaz faoliyati bilan ham tanishildi. Bu markaz ijtimoiy himoya tizimida amalga oshirilayotgan yangiliklar va islohotlarni aholiga tezkor, ochiq tarzda yetkazish uchun xizmat qiladi. Shuningdek, boshqarma binosida iqtidorli nogironligi bo'lgan shaxslar ishtirokida davra suhbati ham o'tkazildi. Suhbat davomida iqtidor egalarining hayot yo'li, ijodiy izlanishlari va yutuqlari haqida so'zlab berildi. Ishtirokchilar keyingi manzilda Manguzar mahallasida joylashgan O'g'ilshod Xanova boshqaruvidagi o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarga xizmat ko'rsatish markazi faoliyati bilan tanishdi. Ushbu maskanda o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslarga kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati ko'rsatiladi. Ularning sog'lig'i, kayfiyati va hayotga bo'lgan ishonchni tiklashga e'tibor qaratiladi. Bu yerga og'ir ahvolda kelgan keksa insonlar hamshiralarning g'amxo'rligi sabab dardiga shifo topmoqda. Har bir xodimning samimiy munosabati bemor insonlar hayotiga quvonch bag'ishlaydi. Shuning uchun ham bu dargohga kelganlar bir oiladek bo'lib ketishgan. Muhtaram Prezidentimizning 2025-yil yangi chiqargan farmoniga asosan o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan nogironlarga qaraydigan markaz ochishga qaror qildim. Bu markazni ochish maqsadi ijtimoiy markazga borganimda ular meni ochiq chehra bilan kutib olishdi. 2025-yil 1-iyundan mana shu joyni faoliyatini yo'lga qo'ydim. Bu yer 20 kishiga mo'ljallangan bo'lib, birinchi boshlaganimda 2 kishi bilan boshlaganman. Olib borib kelish xizmatini yo'lga qo'yganmiz. Qolaversa 3 kishini ish bilan ta'minlaganman. Jurnalistlar navbatdagi manzilda Jarqo'rg'on tumani Qorayontoq mahallasida bo'lishdi. Bu yerda ular tumanning 66-maktabida tashkil etilgan inklyuziv sinf faoliyati bilan tanishishdi. O'qituvchilarning har bir o'quvchi bilan alohida e'tibor bilan shug'ullanishi, ularning imkoniyat va qiziqishlaridan kelib chiqib darsni tashkil etishini kuzatishdi. Ishtirokchilar maktab direktori, xodimlari, o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan suhbatlashdi. Jurnalistlar ta'limdagi yangicha yondashuvlar va bolalarga yaratilgan sharoitlar haqida ma'lumot olishdi. Hududiy ijtimoiy xizmatlar markazida esa aholiga ko'rsatilayotgan yordam va qo'llab-quvvatlash ishlari bilan yaqindan tanishishdi. U yerda xodimlar, bolalar, ularning ota-onalari bilan suhbat qilishdi. Eng asosiy maqsad ham mana shu press tur davomida ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, insonlarga ko'rsatilayotgan xizmatlarni keng targ'ib qilish va bevosita har bitta inson aslida yordamni olishi mumkinligini tushuntirishdan iborat bo'ldi va bugun press tur davomida har bitta jurnalistlarimiz, ommaviy axborot vositalari mana shu hurmatli prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni aslida insonlar hayotidagi bir ijobiy ta'sirini ko'ra olishdi. Mana shu insonlarning hayotidagi ijobiy o'zgarishlar,
og'ir ijtimoiy vaziyatdan chiqib ketganligi bevosita shu kambag'allikdan chiqqan oilalar misolida yoki bo'lmasam o'sha o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarning bugungi kunda o'zlari harakatlanib o'zlariga xizmat ko'rsatishni guvohi bo'lishdi va o'ylaymanki mana shu kabi islohotlar markazida inson turishi, ularning hayoti, umidi va albatta mana shu o'zgarishlar natijasida har bitta jamoaning mehnati turganini aytishimiz mumkin. Shundan so'ng ishtirokchilar Angor tumanida joylashgan 2-sonli oilaviy bolalar uyida bo'lishdi. Ular uchun yaratilgan sharoitlar, e'tibor va g'amxo'rlik tufayli bu maskan haqiqiy oila muhitiga aylangan. Har bir bolaning ko'zida ishonch, kelajakka bo'lgan umid ularning so'zlarida ham sezilib turdi. Prezidentimiz tashabbusi bilan oilaviy bolalar uyi tashkil etildi. O'z xohishimiz bilan tanlab, o'zimni hozirgi oyim borib bizni tanlaganlar, o'zlari olib qaytganlar. 5 yildan beri tarbiya olyapmiz. Mana o'qishlarga kirdik. Nasib bo'lsa, Toshkent davlat yuridik universitetiga grant asosida o'qishga kirdim. Prezidentimizga rahmat, ijtimoiy himoya milliy agentligimizga rahmat. Shuncha bizni katta qilib nazardan qo'ymadi, bizga qo'ldan kelgancha yordam berdi. Ko'p natijalarimizga, orzularimizga shu orqali erishdik. Oilaga kelib nima topdingiz? Oilaga kelib mehr-oqibatni topdim. Ota-ona degan bir ne'matni uchradim. Oldin ota-onam yo'q bo'lgan. Ota-ona nimaligini bilmaganman. Bu uyga farzand bo'lib keldim. Shunda ota-ona nimaligini his qildim. Mehr qanday bo'lishini, tarbiya qanday bo'lishini bildim. Suyanch, bir tayanch degan narsa bor-da, endi ikkita akam bor, ota-onam bor. Oldin bunday narsa bo'lmagan, yolg'izlik tuyg'usi bo'lgan. Endi hammaga uchramasin. Juda eng qiyin vaziyatda hech kim yordam bera olmasligi yolg'izlik deyiladi. Darhaqiqat davlat rahbarining aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ijrosini mas'ul tashkilotlar tomonidan amalga oshirilayotganini bugun jurnalistlar amalda ko'rishdi. Har bir tashabbus, amalga oshirilayotgan har bir ish bu inson qadrini ulug'lash, uni hayot mezoniga aylantirish yo'lidagi yana bir qadamdir. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligining xabar berishicha, 28-oktyabr kuni Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 19-14 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 21-26 daraja bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.